Assalomu alaykum hurmatli UzAzba foydalanuvchilari. Bugun biz bitta vaziyat ko'rib chiqamiz. Ya'ni agar MIP talabnoma kelgan bo'lsa xodimlarga va shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, что ish haqidan ushlangan MIP ijrosi xodim o'zi to'lab bo'lgan va so'rovnomada lekin MIPga ushlangan noxodim to'lab bo'lgan. Shu vaziyatda qanday plastikka o'tkazamiz? Xodim plastikiga. O'sha uchun biz hujjat, ish haqi hisobi, to'lov ведомости plastik kartaga kiramiz birinchi navbatda. Plus bosamiz. Tashkilot shaxsiy g'azna hisob varag'ini tanlaymiz. To'lov turi esa xizmat safari aliment tanlaymiz. Xarajat statiyasi 42.11.3.0 tanlaymiz. Ushlama 41.11.100 da bo'lganda ham ведомость xarajatlarga statiyaga biz xarajat kodiga komandirovочный tanlaymiz. Ведомость to'ldirish uchun bu ish joyiga ta'sir qilmaydi. Поручение baribir 41.11.100 dan chiqadi. Bo'lim bank infosi, misol uchun bizda Humo 100 qo'shamiz va qo'shish tugma orqali tegishli xodimni qo'shamiz. Tegishli xodimni tanlab, summasi mana shu plastikka o'tkazish kerak bo'lgan summani yozamiz. Va hujjatni saqlaymiz. Saqlaganimizdan keyin o'tkazish bosamiz. Endi ayrim holatlarda mana qarang, shu joyda Humo plastik karta tanlaganimizdan keyin hisob raqamlar plastik karta raqami ko'rmay qoldi. Shunda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Biz mana shu tugmasini bosamiz va FIO va karta raqamni yangilash tugmasini bosamiz. Mana ichida plastik karta hisob raqami paydo bo'lib qoldi. Xo'p. Shundan keyin biz hujjat, to'lov hujjatlari, yana to'lov hujjatlariga o'tamiz. Поручениеda 176 eski va 343 tanlaymiz. Mana aslida bank bo'lishi kerak. Получатель kontragent hisob raqami 23.108, ya'ni plastik kartaga qaysi hisob raqamdan chiqargan bo'lsak, shu hisob raqamni tanlaymiz. So'rovnoma, mana ish haqi so'rovnomani tanlab olamiz. To'lov ведомостьni yasaganimiz to'lov ведомостьni tanlaymiz. Tak. Xarajat moddasi endi mana shu joyda 41.11.100 tanlaymiz va hisoblash turi ayniqsa mana ijro hujjatlari hamda vakolatli organlar bayonnomalari bo'yicha jarimalar to'lovini tanlaymiz. Xodimlar ichida ushbu xodimni tanlaymiz va plus tugmasini bosib saqlashni bosamiz. Ana bizda yaratilgan bo'lib turibdi. Ushbu поручение провести qilib va o'shani jo'natamiz va ushbu plastik ведомостьni jo'natamiz. Keyin ushbu to'lov turi ham yopiladi so'rovnoma bo'yicha va plastik ведомостьga
pul chiqaramiz. Undan keyin plastik yasaganimiz plastik vedimiz bankka jo'natamiz. E'tibor uchun rahmat.